emas. Bugungi yig'ilishimizda maqsadimiz prezidentimiz qarorlari asosan tadbirkorlarimizga yaratilgan imkoniyatlar, qulayliklar shularni muhokama qilish. Bizda o'zimizning vakillarimizga ular bosh boshqarmasi amiri Rayhonda majlisini o'tkazdi. O'z taklif etganimiz tadbirkorlarimiz uchun 302 sonli qarorlarimiz prezidentimizni aqqa 7 sonli qarorlari bor. Jismoniy shaxs sifatida ko'rishgan 60-61lar bo'yicha imkoniyat yaratilgan, kreditlar ajratish mumkin. 312 sonli qarorga asosan tadbirkorlarimiz uchun garovsiz 100 milliongacha berganmiz. Garov asosida 300 milliongacha 200 million garov taqdim qilinadi. Shartlari, kredit foizlari toifasiga asosan hududlar to'ldirib qo'yilgan. Eng baland 23% ga shaharga to'g'ri keladi. Eng buyuk past foizi Mingbuloq tumaniga to'g'ri keladi, 19% ni beramiz. Aynan mablag'ni to'ldirish uchun oladigan 18 oygacha asosiy sotib olib rivojlantirmoqchi bo'lgan tadbirkorlar marhamat 74 oy, 77 oygacha olish mumkin. 60 sonli qarorga asosan yoshlarga, studentlarga, o'quvchilarga ajratiladi. Kreditlarimiz taqdim etilyapti. Kimda takliflar bo'ladigan bo'lsa, kimda qaror qilgan savollar bo'ladigan bo'lsa, marhamat shu bo'yicha qanday tartib bo'yicha savollar berishinglar mumkin. Kimda savol? Qaysi savolni berishim? Alaykum assalom. Mahallami? Yo'qmi? Hatta 7 bo'yicha ketmoqchi. Sartarosh. Qaysi mahalladan? Shahardan bizga hozir banklarni ham mahallaga biriktirib qo'yilgan. Hamma muhtarlarga banklar biriktirilgan, shu yerlarga xalq yordamchisi agentlar bor. Yaxshi biz o'zimizga biriktirganmiz. Bemalol olsangiz bo'ladi. Shartlari 1 yil muddatgacha beramiz. Maksimal summa 10 million so'raysiz, 5 million so'raysiz. Yetadigan bo'lsa, yetmasa 10 million so'raysiz. Har turli siz band qilasiz. Kredit olmagan misolda, kredit olmagan bo'lishi kerak. Hozir kredit qarz olgan bo'lmasligi kerak. Bunda qanaqa savollar bor? Savol yo'q bo'ladigan bo'lsa, uchrashuvimizni yakunlaymiz.